Andijondagi hozir bitta zo'r bozorni ko'rsataman. Bichkalar mana. Qo'lni hammasi qo'l mehnat. Polvon qozonlar nechi pul? Ya просто narxini aytib bersangiz bo'ldi. Ha. Mana xon taxtalar. Hamma yo'q borda, eng qizig'i. Kesin. Hamma yo'q. O kichkina 5 shisha nechi pul ekan, polvon? Sizdan emasmi? Ajoyib, so'ragan narsalarimizni egalari yo'q. Nechi pul ekan shu anorska degan? 800 ming so'm. Ishlarada sinish qiyin lekin. Bo'ldi aka, rahmat. Mana Devonovoy masjidimiz akada. Bugun piyoda chiqdik, piyoda ko'chaga. Sababi mahallani boshida qurilish bo'lyapti, sheben to'kib qo'yib, mashinalarni olib chiqa olmadik. Shunga mana eng go'zal joylar. Endi hozir soyga boraylik, birinchi shundan 394 ga chiqaman. Qisqasi bir narsa qilib uyga yetib olsak bu.